Doim takrorlayman, takrorlashdan charchamayman. Bugun xabar ko'rdim. Adashmasam Turkiyada bitta o'zbek 27 yoshli odam 10 yilga qamalib ketibdi. Bir kishi so'ragan, aka iltimos, mani bagajimni olib o'tib bering yoki bir narsani berib yuborgan qo'liga. Ichida narkotik moddalar chiqqan, 10 yilga qamalib ketdi. It egasini tanimaydi. Men bitta narsaga chaqiraman. Men Dubayga borganimda ham, boshqa joyga borganimda ham aeroportda o'zbek yigitlar turadi. Aka, men buni olib o'tib bering. Aka, buni olib o'tib. Hech qachon hech kim hech narsasini olmaganman. Yomon ko'rinay, mayli meni yomon deb o'ylasin, kimdir kibr ekansiz ham degan menga. Davron aka, men sizni boshqacha o'yladim, yordam berasiz deb o'yladim. Begona odam, begona odam. Uni hech kim so'ymayapti, hech kim urmayapti. U menga tushunarsiz bitta paketni beryapti, aka, men sizda tursin, siz olib o'tib bering. Yoki qanaqadir bitta korobka beryapti-da, ichida telefon bor, shuni olib o'tib bering. U nima, u kontrabandami, sal ehtiyotroq bo'laylik. Bir kishini kimdirga yordam bermoqchi bo'lsanglar, birorta vaziyat, xavfli vaziyat bo'lsa, u mayli tushunsa bo'ladi, lekin umuman begona odamdan nimadir qo'ldan olib aeroportda olib o'tish uchun ishoninglar, u miya ishlamaslik kerak buni qilish uchun. Shunga yana bir marta ehtiyotkorlikka chaqirib qolaman. Notanish begona insonga yordam bermoqchi bo'lsanglar, qanaqadir vaziyatda yordam beringlar, lekin narsasini olib, meni aeroportdan olib o'tmanglar. Hech qachon bu ishni qilmanglar, ishoninglar. Kun kelib yomon bo'ladi. Sog' bo'ling, omon bo'ling, miyani rivojlantiring. Paka-paka.